Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shohuzura. Hozir men nimaga 3.12 ga boraman. Shohuzura. Ha, Qandaysan, Xursand? ha yaxshi. Haybek bilan sen 12 chaqib kelma, Haybek chaqib kelaman. Xo'p. Hammaga salom do'stlar, assalomu alaykum. Men 12 do'stlar. Haybek. Xo'p. Chiq maktabga. Davay hozir men bayragini oldiga boray. Yana golim qayerdan paydo bo'lyapti? Qishloq yasayaptimi? Qo'sh Haybek. Qani? Menga Chaqibdi Haybek, men o'qiyapman. menga beringlar shu golimni. Yurib yoraman, ne golimni. Menga bersalar, Havo bilan taqilgan yaratyapti. do'stlar, asta gapiring. Qaniki golimi? O'g'lim, Kim yaratyapti? Kim yaratyapti? Hamma qishloqqa o'tib Qayla, Shohuzura, sen videoni to'xtatib tur, men birinchi olaman. Do'stlar, men hozir 3.12 ni uyga borayin qani. 11 da. 3.11 davay. Salom, yaxshimisiz oshna? Ha, yaxshi. Kiyimlaringni kiyib maktabga ketishyapmiz oshna. Hozir Haybek chaqirish kerak, Haybekni. Etigim uyda qolib ketibdi. Etikmidi, nima edi hozir? Uydan olib kelishim kerak. Telefonni olay. Men 12 do'stlar, bugun biz maktabga boramiz. Haybek. Assalomu alaykum dada, yaxshi. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Haybek ketibmi? Men kiyimim. Zumratlarning bolalar zumratlarning o'nglar kompyuterga kirib chiqamiz bir. Haybek zumratlarni kompyuterga kirib chiqamiz. Men to'layman. Hammaga Haybek to'laylik ekan. Assalomu, jim to'xtab turib dadamga gapirilib. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Men maktabga ketadi noshularım bilan. Hamma oshular bu yoqqa kelinglar, dadam qo'ymayapti, so'rab beringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana maktabga qo'ying. Mayli. Va sizlar kompyuterga qilmasizmi? Yo'q, kirmaymiz. Aqlli bo'lamiz. Ha, pulingizni yig'ib qo'yib berib qo'yadi. Mayli, bo'pti. Mayli, boringlar. Ketdik. Mayli dada, bo'pti, biz ketyapmiz. Ketdik maktabga. Shoh qani, shoh. Men yo'qki sen men bilan o'tirasan. Do'stlar, bugun maktabdan qo'chamizmi? 1 soat o'tib. Davay maktabdan qo'chamiz. Keyin kompyuter xonasiga juda ko'p o'tiramiz. Do'stlar, hammamiz birga kiramiz, davay uyga. Vochinglar. Voch. Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Salomat yaxshimi? Bolalaringiz yaxshimi? Ustoz kechirasiz, endi kechib ketdik. Bugun oxirgi kunku. Mayli. Qarang, ustoz, nima edi? Uni bizga goling tashlandi-da. Shuning uchun qo'shdik. Shunday bo'ldi. Boshqa kechirmanglar, maylimi? Xo'p. Birinchi dars nima u? Birinchi dars matematika. Matematika chiqadi. Nima yozamiz? Golimizni ham o'ldirmadingmi? Yo'q. Sanani yozamizmi, ustoz? Yo'q, o'ldirganmiz. Yo'q, o'ldirganmiz. Yaxshi o'ylamagan. Sanani yozamizmi, ustoz? Salom yozib daftarga. Daftarga salom yozib. 17-chi. Haybek, mana qo'y. Telefonini o'tiraman mana. Davay telefonimni o'qib ketib qo'ylar. Telefonlaring bormi? Ustiga chiqib kelgan. Tarjimon bo'lyapmiz, davaymi? Mana yozib qo'ydim deb 12-yil bugun. Men yozib bo'ldim, men ustoz. Men tekshiring. 5 ba'ziga 5. Mana ustoz tekshiring. Mana yozib bo'ldim, tekshiring. Hamma joyga Abi, yozib bo'ldim. Hamma joyga. Haybek senga 5 bo'l, oppa. ustoz, uni 3.12 bilan hojatxonaga chiqib kelaylik. Banglar. Ketdik. Bolalar ketdik. Hammasi sizlar. Uka sen o'tir. To'yga Kutubxona kirib olaylik, kutubxonada. Ustoz, men borman. Ustoz bor ekan, davay. mayli bo'l. Ketdik. Bo'ldi, kelmaymiz. Bolalar ustoz bilmas, kapitni qo'liga davay ketdik. Ketdik do'stlar, Kompyuterxona egasi yo'q-ku. egasi yo'q deydi. Egasi ustoz bilmaydi. Ketdik o'ynab olaylik usulni. Voy, oshxonachi. Kompyuterxona egasi ketdik. Ketdik, qo'shib kelamiz. Ketdik. Hozir kutdiringlar. Kech qon bo'lyapti. Pul beraman. Hammaning video yeyman. Oshxonachi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
ko'raman. Menga ovqat kerak. Kerakmi? Ketiga ketishadi. O'ynab olaylik. Ketiga o'ynab olaylik. Maktab tugag'is qoldi-ku. Men ovqat yeb oldim. Maktabim tugab ketibdi, maktabim. Hozir ustoz ko'rdim, ustoz yo'q ekan maktabda. Bolalar. Mana men kamerton. Mana video qo'yaman. Davay bolalar ertaga hamma meni Trenat 12 milyon dedi. Ke. Davay. Bolalar ertaga sayohatga chiqamiz. Davaymi bolalar ertaga. Sayohatga chiqamiz. Mayli bo'pti. Hammalar uxlanglar, charchamanglar. Mayli bo'pti. Assalomu alaykum dada. Ha, nima kech kelding? Uzr, nimaga? Nimaydi biz nimaydi uyimizga boruvdik-da, mana internet o'ynagan. Yana bir marta shunday kech kelsang, omma seni chiqarmay qo'yaman. Xo'p, mayli. Uxlatangda. Xo'p. Bolalar dadam bilmadi, kompyuter xonasiga kirganimni bilmadi. Kompyuterga kirganimizni bilmading dilasa. Baxti dadang qayerga ketgan? Shahargami? Baxtining dadasi yaqinda shaharga ketibdi bolalar. Men ovqat yeb olay qolaman. Men qo'yapti baylarga. Indirmay. Ma. Endi men bilan ko'rsatdi. So'g'dimi? Ma. Tegmaganga tegmayman, teggan diyorum. Sayohatga bolalar hamma meni uyimga kelsin-da. Dadamdan so'raylik sayohatga. Kecha uxlab qolibman, o'shaning uchun qo'limda ruchka qalam. Assalomu alaykum dada. Mana qanday kelding? Va alaykum assalom. O'raga biz oshlar bilan sayohatga ketdik-da. Bugun kechga kelamiz, maylimi? Mana. Xo'p, men sizdan assalom olay. Bo'disa qon tuyulib Ovqat yeb oldim. Mayli. Qarz berim ketaman. To'da sinfxonasini ko'rib o'tiraman. Jumlalar darim desam bo'lyapti. Mana qanaqa qilman? Jumlalar darim desam bo'lyapti. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, yo'qmisiz? Hammasini Ha, yaxshi, yo'qman. Dada, Rossiyada qachon kelasiz? Mayli, yaxshi o'qi. Bolalar ketdiga maktabdan shunday chiqamiz. Bugun dam olishga aytganchi? Bugun dam olish sayohatga ketamiz. Bugun dam olish ketdinglar. Ketdik. Sayohatga do'stlar, men o'zimdan yuraman. Ketdik, hamma jim bo'lsin. Ketdiga men bilan kim jama bo'ladi? Men. Oshxonadan Ketdik. Meni ovqat olaylik. davay. Ovqat yeb oldim. Haybi to'lagan bunga. Haybi to'lagan. Menda ovqat bor, men Ovqat yeb oldim. Men ovqat yeb oldim. juda ham ko'p ovqat sotib olganman. Ketdik. Oldim. Ketdiga men jamoam yuringlar. Kimdir tosh chopsin, kimdir daraxt chopsin. Men daraxt chopaman. Men tosh, men ichiga ketdim. Men dalam cho'kaman. Men oldimga biron kenga. Chodir, davaymi? Davay. Men uyimga borib kelay, o'rnoflarni olib kelay. O'rnida narsalar quramiz. Chodir qurishga, maydagan uy quramizmi? Bolalar yetadigan. Yotaqxona olganmisizlar? Ha, yotoq olib kelamiz. Sizlarda qaraman, o'zini yotoq olib kelsin. Men uyimga borib yotoq olib kelay. Meniki bor. Yotoq menga nimaydi, narsa menga Do'stlar, So'g'dimi menga narsa? Xo'p, keke oldim eki. Qaranglar, hammamiz birga aytamiz, obuna bo'linglar deb. Davay, obuna bo'linglar. Biz yaqinda birga boramiz. Olib kel. Daraxtlar olib kel. Menga daraxtlar olib kel. So'g'dimi? Haybek aldab qo'ydi, balki bo'lmayapti hali. Men yana daraxt kerakmi? 200 ta obuna. Daraxt olib kel. Men ichimlik golden apple oldim. Har kim bo'lsalar. Chodir qurdim, chodir. Kechqurun tushyapti bolalar. Chodir
sharti. Bu qishloqda dorilar yo'q bo'lsa, agar shaharda yaqinda keldik ko'z, agar shaharda bo'lgan bo'lsa hozir qilardik. Shahar basini bor. Ha. Hozir hamma yotog'ini olib kelibman. Hamma yotog'ini olib kelibman. Men bilan kim yotadi? Men. Kelinglar. Yotoqxonasi. Hadi yotog'ini olib kelibman men. Yotog'in cho'tir bo'ladimi? Ketdik shu cho'tir yetadi bizga. Aytib o'tiramiz. Kim mana Bitta hikoya aytib o'tiramiz. Manglash. Kattaroq qilayga. Kattaroq qilamiz. Hamma aytdimi? Men keldim. Yotog'imni olib keldim. Men ham yotog'ini olib kelganman. Ikkinchi yotoqda turibdi. Men o'zimga cho'tir qo'yaman. Bunday tor joyga. Uxlaymizmi? Mana odamlar o'lib qoladi. Bilaman mana bu qo'y oyoqda teksam bo'laveradi, davay. Uxlasak bo'ladi. Ovqat kerakmi? Kimga ovqat kerak? Men cho'tir bo'laman. Menda ovqat yetarlicha bor, hamma yetadi. Menga ham bor. Menga oltin yetadi. Menda oltin olmama, golden apple. Menga ham bor. Menda sehrlangani bor. Hamma meni olib kelsa, ertaga aytaman hammaga. Kattalashtiraylik ertagina. Yo'q, bo'lmaz. Sabr. Hozir kattalashtiraylik, prinosumda. Davay. Oradan kunlar o'tdi. Yo'q, ertalab bo'lib ketibdi-ku. Ketdimi, uyga boramizmi? Abitam bo'pti, shuncha uxlabmiz. Hozir Hikoyalarni aytibdi. Davay, bugun kechgacha qolamiz. Men dadamdan so'rab kelay, kechgacha. Mana shoh ikkovimiz so'rab kelamiz, ketdik. Ketdik, nima kelasan? ketdik. Narsani qo'yamiz. Men dadamdan so'raymiz-da ikkovimiz. Agar yo'q desa men so'rayman. Mayli deydi. Xo'p, bo'lmasa. Chunki Agar uyalsa kerak, men kelganman. bizlar o'g'lim kunlar lekinmiz hali bir kun o'tdi, ishlaymi? Ha. Lekin biz hali ko'pgan. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Biz nima edi, bayram sayohatga chiqdik-da. Bugun kechgacha uni qolishimiz kerak edi. Yo, ertangachami? Assalomu alaykum aka. Berasizmi? Ha. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum aka. Sog' bo'l. Xo'p. Do'stlar, mana hozir nimayda shoh o'zi bilan so'ng keldi. Baxtlilar, bunaqa kiyinglar, kattalashadi. Shoh bilan Trixot 12 chodirga keldi. Endi ular uyda ertak o'qimoqchi. Da biz sayohatga